Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz. Ingliz tilidagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan birga use it to haqida gaplashamiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, use it to birinchi o'rinda buni biz tarjimasini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Tushundingmi? Bu bizda o'tgan zamonda ishlatiladi va birortasini qilar edi, ya'ni hozir qilmaydi. Oldin shunaqa qilardi, shunaqa odati bor edi, lekin hozir qilmaydi. Oldin shunaqa bo'lardi, lekin hozir unaqa bo'lmaydi degan ma'noni beradi. Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, birinchi o'rinda boyaga aytgandek, buni inglizcha ishlatishni ko'rib o'tamiz. What does used to mean? Mean. Nima degani? Mean. Ha, ma'no bildirmoq, anglatmoq. Ma'no anglatmoq. Nima degan ma'noni bildiradi? We use it, biz uni ishlatamiz to talk about things that happen regularly. Regularly nima edi? Muntazam ravishda, doimiy ravishda ro'y bergan narsalarga nisbatan ishlatamiz. Tushundingmi? Mana that happened regularly or were true nima edi? Haqiqatdan shunaqa edi in the past, o'tgan zamonda. But not now. Ammo hozir unaqa emas. O'tgan zamonda shunaqa edi, lekin hozir unaqa emas. Tushundingmi? Mana repeated actionsga nisbatan ishlatamiz buni. Ya'ni takrorlangan ish harakatlarga. Mana aytdim. I used to play football every weekend. Men har hafta oxirida futbol o'ynardim. Tushundingmi? Lekin hozir o'ynamayman. Tushundingmi? Ya'ni o'shani tushunib olsak bo'ladi. Ikkinchi gap kerak emas. Now I don't play football every weekend degan gap kerak emas bizga. O'sha mana shu use it'dan tushunib olaman. Bildingmi? Yaxshi. Ikkinchisi, she used to smoke. U chekardi. But she quit last year. Ammo u o'tgan yil tashladi. Tushuna oldingmi? Yaxshi. Keyin bizda we used to visit our grandparents every summer. Har yozda biz bobo buvimizga borardik. Ya'ni hozir bormaydi. Balki bobo buvisi o'tib qolgandir yoki da hozir bormayotgandir. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, endi states, holatlar. How things were. Narsalar qanaqa edi? Oldin qanaqa edi? Tushundingmi? Hozir o'zgargan demak. To'g'rimi? Mana there used to be a cinema on the street. Street nima edi? Bu. On the street. Bu ko'chada nima bo'lardi? Kinoteatr bo'lardi. Ya'ni hozir kinoteatr buzilgan, nimadir bo'lgan. Ya'ni kinoteatr yo'q hozir. Oldin shunaqa bo'lardi, hozir unaqa emas. Yoki degangiz, I used to be afraid of the dark. Dark nima edi? Qorong'ulik. Men oldin qorong'ulikdan qo'rqardim. Shunaqa deymiz o'zimiz. Tushundingizmi? Keyin they used to live in a small village. Ular kichkinagina qishloqda yashar edi. Tushundingizmi? Tushuna oldingmi guys? Yaxshi. Xo'p, endi how do we form it? How do you form it? Form nima edi? Qanday biz uni yasaymiz? Yasash haqida gapiramiz. Tushundingmi? Bizda pozitiv shakli, bilamiz-a? 3 xil shakl bor. Positive, negative, question. To'g'rimi? Pozitiv shakliga qanday yasaladi? Subject keladi, bizdan use it to, undan keyin base verb. Base verb nima edi? Fe'lning sof shakli. Hech qanaqa biz narsa qo'shmaymiz. O'tgan zamonda qo'shimchasini qo'shib qo'ymang, ya'ni id qo'shib qo'yadi bolalar yoki verb ikkini ishlatib qo'yadi. Unaqa emas. Use it to'ni o'zi o'tgan zamonda ma'nosini beradi. Tushundingizmi? Use it to'ni o'zi o'tgan zamonda ma'nosini beradi. Mana aytdim. I used to play football. Men futbol o'ynar edim. Oldin futbol o'ynardim. Hozir o'ynamayman. Tushundingmi? Yoki-da biza negativ shaklda. Negativ shaklda ko'pchilik odam sal toshib kalla qo'yadi. Qaysi joyda? Mana bunga id qo'shadi. Yo'q, didn't keldimi bo'ldi, shart emas. Subject plus didn't, undan keyin used to, undan keyin base verb. Base verb nima edi? Fe'lning sof shakli. Tushundingmi? Mana bunga ham id qo'shmaymiz. Tushundingmi? Didn't use it to bo'lmasin. Didn't used to bo'lsin. Tushundingizmi? Undan keyin men aytdim. I didn't used to like coffee. Men kofeni yoqtirmas edim. Tushundingizmi? Yo'qida bizda question shakli. Question nima edi? Question, savol. Savol shakli. Savol shaklida qarang. Did oldinga chiqadi, undan keyin subject keladi, undan keyin used to, undan keyin base verb. Fe'lning sof shakli. Tushundingizmi? Men aytdim. Did you used to live here? Sen bu yerda yasharmiding? Tushuna oldingmi? Xo'p, mana guys,
not the main verb after used to yoki used to always in the base form. Hech qachon verb 2, verb idni biz ishlatmaymiz. O'tgan zamonliligini biz used to'dan bilib olsak bo'ladi. Tushuna oldingmi? Tushundiga? Formallar. To'liq. Yaxshi. Xo'p, used to bilan endi past simple ni farqi nima? Tushundingmi? Used to bilan past simple ni farqi nima deydigan bo'lsangiz, sizga qarang. Used to biz used to eshitamiz only for repeated qaytarilgan ish harakatlarga or long lasting things. Ko'p vaqt davomida ro'y bergan. Tushundingmi? Not for a single or one time event. Bir marta sodir bo'lib qolgan bo'lsa ishlatma uni. Tushundingmi? Bir marta bo'lib qolgan bo'lsa used to demang. Tushundingizmi? Mana bolalar mana bunaqa aytdim. I used to break the window dedi. Broke dedi. Break ham demaydi. I used to broke the window. Birinchi xatosi break deyish kerak. Break deyish kerak. Ikkinchi xatosi nima? Har kun sindirmagan u. Shunchaki I broke the window. Bir kun eshikni, bir kun derazani sindirib qo'ydim. I broke the door. Bir kun eshik sindirib qo'ydim. Tushundingizmi? Xo'p. Demak, used to repeated habit or long state in the past. Tushundingmi? Takror bo'lgan ish harakatlarga yokida o'tgan zamonda uzoq vaqtda to'g'ri bo'lib turgan vaziyatlarga. Mana, I used to go swimming every Sunday. Men har yakshanba kuni suzishga borardim. Many Sundays. Ko'p yakshanba kunlari borgan. Faqat bir marta bormagan u. Ko'p yakshanba kunlari borgan. Tushundingizmi? Mana qarang. Regularly in the past. Doimiy ravishda bo'lgan o'tgan zamonda. Tushundingizmi? She used to live in Rome. U Romda yashardi. Romada yashar edi oldin. Tushundingmi? Yokida biz qarang, past simple ishlatish, simple past ishlatish. One single completed action kasbiga ishlatiladi. Tushundingizmi? Bir marta bo'lgan ish. I went swimming last Sunday. O'tgan yakshanba kuni men suzishga bordim. Bir marta bordim. Tushundingmi? Bir martaga urg'u qaratyapti. She lived in Rome for 2 years. U 2 yil davomida nima? Romada yashagan. Tushuna oldingmi? Xo'p. Common mistakes guys. Ko'p qilinadigan xatolar. Bizda guys. I used to play football dedi. Nima xato? Id bo'lmaslik kerak, played bo'lmaslik kerak. Nima bo'lish kerak? Play bo'lish kerak. Mana I used to play football. Tushundingizmi? Keyingisi I didn't use to like it. Nima xato? Id xato. Use it bo'lib qolgan. Nima bo'lish kerak bu? Use bo'lish kerak. I didn't use to like it bo'lish kerak. Tushundingmi? I didn't use to like it. Tushundingizmi? Keyingisi did you use to live here? Nima xato? Use it to bo'lib qolgan. Nima bo'lish kerak? Use to bo'lish kerak. Mana did you use to live here? Sen bu yerda yasharmiding? Oldin. Tushundingiz? Mana no the after use in questions. Tushundingiz? The qo'shimiz shart emas. Tushuna oldingmi? Completely. Yaxshi. Keyingi guys, buni you're going to do at home. Tushundingmi? Siz guys buni uyda ishlab kelasiz. Okay? Well, and eng muhim joylari guys. Qarang, used to past habits kasbiga ishlatiladi yokida states holatlarga. Tushundingmi? That are not true anymore. Nima? Bundan ortiqgi yo'llar to'g'ri emas. Ana qo'shib bordi aytgandek. We don't talk anymore. Anymore degani bu. Bundan ortiq unaqa emas. Tushundingizmi? Passive shaklini tushuna oldik. Subject used to undan keyin base verb bor ekan. Negative bilan questionda used to dan keyin the qo'shmas ekanmiz. Tushundingizmi? With did didn't bilan ishlatilar ekan. Va bir marta sodir bo'lgan ish harakatga nisbatan biz ishlatmas ekanmiz. Tushuna oldikmi? Biz bir marta sodir bo'lgan narsalarga past simple ishlatamiz. Instead nima edi? Instead o'rniga. Tushundingmi? Tushuna oldingiz? Completely. Hurmatli obunachilarimiz, agar dars foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentlarda bizni qo'llab-quvvatlang.